Fransiyada aktiv faoliyat qilayotgan Uyg'ur ziyolisi doktor Dilnur tarafidan tayyorlanib e'lon qilingan Fransiyadagi siyosiy partiyalar shundaqla shahar boshliqlarining imzo qo'yishi sunilgan Uyg'urlar bilan sabdoshlik nizomnomasiga bugunga qadar 6 siyosiy partiya, 10 shahar boshlig'i imzo qo'ygan. Ikki Sharq Turkiston Cumhuriyet xotir kuni arafasida yana bir qancha partiya bu nizomnomaga imzo qo'yganligini e'lon qilgan. Bu nizomnomaning asosiy mazmuni bo'lsa, biz shartsiz holda Xitoy kommunist rejimi tarafidan bostirilishga uchrayotgan Uyg'ur xalqi bilan bir safda bo'lishga va'da beramiz. Biz Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarshi olib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni har xil usullar bilan taratqular, namoyish va boshqa unumli usullar bilan dunyoga anglitishga va'da beramiz. Biz Xitoyga qarshi kuchli iqtisodiy, siyosiy va diplomatik jazolarning qo'llanishini talab qilishga va'da beramiz. Biz Fransiyadagi Xitoy Kommunistik partiyasining sapsat quroli bo'lgan 17 Konzi institutlariga berilayotgan hukumatning iqtisodiy yordamining to'xtatishini oshkor talab qilishga va'da beramiz. Biz Uyg'ur da'vosi uchun tirishayotgan uyushmalarga yerlik hukumatlarning siyosiy va iqtisodiy terak bo'lishi uchun va'da beramiz. Biz Fransiyada yashayotgan Uyg'ur diasporasiga yordam qilish va qo'g'dash uchun qo'limizdan kelgan barliq usulni qo'llanishga va'da beramiz qatorliqlar. Mazkur va'danom berilgan turbatdan Sharq Turkiston bayrog'i va Cumhuriyet kunimiz qutlaqlangan tabriklar yozilgan. Yevropa parlament a'zosi Rafael Glucksmann yana Facebook va Twitterda Cumhuriyet kunimizni qutlaqlab yozma e'lon qilgan.